Qanday qilib ITda dasturchi bo'lmasdan millionlar ishlab topish mumkin? Ko'pchilik IT bu dasturchi bo'lish, kod yozish, programmalar yaratish deb o'ylaydi. 21-asrda IT bu biznesning asosiy quroliga aylandi. Biznesni boshqarish, proseslar, jarayonlarni optimallashtirish, qo'l mehnatini kamaytirish va hokazolarni IT yechimlar orqali qilinadi. Ko'pchilik hollarda biznes uchun tayyor IT yechimlar bor. Bu yechimlarni biznesga joriy qilish uchun dasturchilar emas, ko'proq biznes analitiklar kerak. Biznes analitik biznesning talablarini yaxshi o'rganib, biznes jarayonlarini hammasini yozib, shu korxonaning talablariga ko'ra, talablariga mos keladigan biznes yechimni topib, uni shu korxonaga o'zi samostoятельно joriy qilishi mumkin. Va bu orqali millionlab pul ishlab topish imkoniyati bor. Keyingi videomizda stajyordan biznes arxitektorgacha bo'lgan 5 qadam haqida gapiramiz. Buni albatta ko'rishingizni so'rayman. Biznes analitik bo'lish bu biznesni ichidan to'liqligicha yaxshi tushunish, jarayonlarni his qila bilish va har bitta jarayonni optimallashtirishni bilish. Qanaqa qilib qo'l mehnatini avtomatlashtirishni bilish va shu orqali biznesga katta yordam berish va biznesning o'sishini ta'minlashdir. Agar biznes analitik bo'lib yaxshi daromad topmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan xabardor bo'lib turing.